Qasamki, agar mushrik bo'lsang, albatta qilgan amaling behuda ketadi va albatta ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolasan. Demak, sizda tavfiq bor yo'qligining alomatlarining birinchisi bu iymon va islom. Senda tavfiq bormi? Sen tavfiqli odammisan? Ikkinchi alomati ilmga bo'lgan rag'bat va ilmga harislik. Bu ham tavfiqdan. Shar'iy ilmlarni o'rganish, diningizni yaxshiroq tushunishga harakat qilishingiz, halol haromni tanishga, qaysi ishlarni qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi degan intilishni sizda bor bo'lishligi, ilmga bo'lgan ishtiyoq ham tavfiqning belgisi. Ilm majlisida o'tirasiz, rohatlanasiz. Ahli ilmlar bilan birga bo'lishga doim intilib turasiz. Ilmni ko'paytirishga bo'lgan rag'batingiz bor. Bu ham tavfiqi bor odamda bo'ladi, hammada emas.